Men o'zim boshimdan o'tkazdim. Shomda kelibdi bir bola. Chiqib qo'yasizmi? Shomdan keyin keldingizmi dedim. Domla uzr dedi. Shomdan keyin kelsa chiqmaslikka haqqim bor. Ertaga kelinglar, xo'p deb ketdi. Xafa bo'lmadi. Zo'r bo'ldi. Damofonda gaplashyapman. Odamlarimiz alhamdulillah o'lchovlarimiz tuzalyapti. Eshiging tagiga boruvdik, chiqmadi. O'zicha deydi. Sen kelma shomdan keyin. Sen kelma, mo'j yotib olgandir. Mo'j bir qandaydir bir narsa bilan band tur, kelma sen. Bo'lar ekan, yo'q deb qo'y demasdanchi, yo'q deb qo'y. Shuna deymiz-da, to'g'rimi? Gunohni bo'ynimizga olib olamiz. Qur'on aytayapti bizga. Qaytinglar desa sizlarga birov chaqirib borganda, qaytinglar huva azkalakum. Mana shu ish sizlar uchun pokiza yo'l. Qo'rqmanglar, birodarlar, chunki agar u xafa bo'lsa, Qur'on hukmiga qarshi chiqyapti odam. Chiqmasangiz bo'lmaydi, hayot mamot masalasi desa, men boshqa gap endi.